Mana assalomu alaykum aziz o'rtoqlarim, aziz patishchiklarim. Yangi bozor, Qo'qon markazi yangi bozorga keldim. Hozir materiallarni ko'rsataman, nima shtapillarni. Mana nima klyonkalar 10 mingdan boshlab 150 minggacha bor ekan. Mana har xil klyonkalar. Mana o'zimizdan olyapman nimadan? Kombinatdan oldim. Material bu tarafda deyishdim. Bunaqa material bu tarafdami? Ha, dalshi keyin chapga. Xo'p, mana birinchi kirishim baxtli taxti bo'laydi nimaga? Qo'qon bozoriga keldim. Sham oldim, pichoqni o'tkirlatdim. Ana, terel ishlarim qilib oldim. Stroyka bo'lyapti bitta. Ha. Materiallar bu tarafda bo'lishi kerak. Hozir o'taverachi. Materiallarni mana mo'la qancha edi? 200 ming. Bizda 160 ming, bu tozalarish kerak. Ha. Farg'onada 160 mingga ham olsa bo'ladi. Nima, ventilyatorlar bor-ku. Hozir sezon, iyuldan sezon bo'ladi-da. Saraton oyi kiryapti, 25-iyundan 40 kun 5-avgustgacha jazirama issiqlar bo'ladi. Ana shunda обязательно ventilyator kerak bo'ladi. Hozir yoqmayapman. Birinchi etaj bo'lganligami? Mana klyonkalar. Ay, materiallar qayerda ekan? Shtapillar olardim-da. Shtapillar qayerda ekan? Ha, to'g'ridan o'ngga burilamiz. Mana har xil nimalar. Ana kombinatdagi nimalar xirlashib qoldi. Ha. Ana vaqtli taxti bo'laylik. Nima? Ko'rpa to'shayotganmi bular? Ko'rpa to'shaylargami yo adyolmi o'ranadigan? Ko'rpa to'shay. Ha, qancha paxtasiz? Paxtasizmi? 250 ming to'rttasi. To'rttasi 250 ming. Paxta bilan qancha bo'ladi? Paxta qo'ysa? Paxta bilan Yakandoz. Ha, yakandoz. Ha, 3tasi. Ha. Tushunmayapman o'zim. Bilmayman. Mana ashuncha ekan Qo'qon nimalari. Ko'rpa to'shaklari. Hali podushkani so'rab turishga atak bor уже. Ana. Mana buni qaranglar. Qimmatdir bu. Ay. Mana. O'zi katta ekan. Birinchi marta kirishim baxtli taxti bo'laylik. Bular nimaga? Gilammi bu? Yo'q. Ko'rpacha. Ichiga soladi paxta. Mana. Qancha mash turishi? Ha, 300 ming. Necha metr? 3,5. Ha, 3,5. Toza ekan materiali. Hali 100 mingliklar boshqamikin paxtaliklar? Yo'qda shu. Mana. Hidini qaranglar, materialni hidini. Ana. Mana podushkalar. Siz olingmi mana? Mazza rosa nima ekan? Ko'pgina har xillari. Shanga olib Qo'limda nima? Sham olganman, non olganman nima? Og'rib qoldi, mayli endi. Keyin sraz ketaman-da nimaga, vokzalga. Mana shunaqa nimalar. Ay. Mas qancha? 25 mingdan necha pulgacha? 100 minggacha. Mana mahsullar qishga. Kalach qancha? 30 ming, 35 ming mana mahsul kalachlar. Durralar. Ay, qancha ekan durra? Donasi qancha ekan durra? Durran donasi qancha? Durra. Ha, 5 ming, 2 ming. Men Qo'qon bozorida yuribman, 11 bo'lyapti уже soat. Nima, mana shtapilni materiallarni ko'rsatmoqchi edim. Birinchi kelishim shtapilni ko'rsatmaganman o'tgan safar. Tezda nima qish bo'lgani uchun qochib ketganman, oliblar. Tak, bas hammasi anaqa ekan, ko'rpa to'shaklar ekan. Tak, bu nima deydi? Las deydimi? Las. Astarlik. Mana. Qancha donasi? 15 dan 25 gacha. Ha, 15 dan 25 gacha. Novot, ha. Novot handaleklar, ha. Mana. Katta. Nima u? Shorti qancha? YouTube kanal. Kanalmi? Ha, nech pul? Abzor qilib olaymi sanda? Ha, 50 ming. 50 ming. Kami bor, ha? Ha. Mana qancha men bu? Mana. Ha, uzoqda ekan, короче.
Ha, tak, sudir. Men anaqa shtapl qayerda ekan so'rayman. Imon nima? Mana bu podushkani qaranglar. Yumshoq. Ay, posh araba. Posh araba deyish kerak. Mana nima? Do'ppilar qanchaki? Nech pulgacha? YouTube kanalga. 15 mingdan ketoradi 150 minggacha. Mana ular qimmat. Ha, bularimiz 50 ming. Ha. Mana ular qancha? Yumshoq. Ular 120. Ay, posh araba, ha, yo'qmi? Kichikroqlari? 25dan. Ha, 25 dan. Mana kichikroqlar mana ular shekilli. Ha, arabaga qarab yuraman. Ay, shtapillar qayerda ekan? Shtapil qayerda? Assalom. Bunisi qatorda. O'nga. Ha. Ketdi mana podushkalar. Har xil Qo'qon bozorida men 11 bo'lyapti shekilli уже soat. Ertalab 8 da chiqqanman ko'chaga. Mana shtaplar bu tarafdamikina. Materiallari ketdi ko'raylik qani 6 daqiqa bo'libdi olganimga. Ha, materiallarga kelibman. Men yaltir yurtirlar. Voy, og'ir paketlarni sham og'irlik qilyapti. Qo'limdagi. Mana shtapl shekilli-da, mana. Keldik mana shtapillar. Ay, nech pulgacha shtapillar? Ha, 12 mingdan tepaga ketaveradi ekan. Ha. 55 ming, 60 ming. Ha. Kачествosiga qarab, mana shtapillar 12 mingdan boshlanar ekan. Voy. Mana materiallar, to'rlar. Mana baxtli taqdim bo'laylik, birinchi kelishim material bozoriga. O'tgan safar parfumeriyalarni oluvdim, qishda. Mana nima edi bat? Shtapl. Shtapillar, voy, har xil shtapillar. 30 ming sotilyapti. Buni nomi nima? Konditsioner. Konditsionermi bu nomi? Ha. Metr nech pulgacha? Ha. Enichi eni. Yeni 1.6. Ha, katta bo'lar ekan-a, 1.60. Bemalol 2 metrdan 2,5 dan chiqadi. Kengina ko'ynaklar. Konditsionermi nomi? Birinchi eshitdim. Bo'ladi, qiziqishadi. Bu nech pul? Metri. Ha, eni kichkina 40 mi shunaqa? Ha, mana. 30 25 mingdan ekan. Ha, mana. Bu shtapillar bular. Mana shtapillar o'sha yozda ketadi. Nech puldan boshlanadi? 25 mingdan 20 minggacha. 12 minglar u nari tarafdami? Ha, 12 ming qaysi biri? Ha, mana qara 12 ming. Bu ham 12 mingda, qarang mana ustimdagi. Maza yuvib kiyorib, ammo kal to'p bo'lyapti. O'tganni tiktirganim bir 5 metrga yo'rganimga kal to'p bo'lyapti. Sal uzunroq qilib tiktiramiz ekan. Mana. Faqat men aytmoqchiman ekan, pushti bor, ochiqroq. 12 mingligi qaysi edi? Podpischiklarimga. Qarang, arzongina mana. Mana. Manalarimiz bor, mana rulon. Ha, rulon. Rulon olsanglar nech metr bo'ladi? Ha, 10 mingdan ham berish ekan, qaranglar, vashi arzon ekan. Ha, mana 10 mingdan mana yozib qo'yibdi aziz o'rtoqlarim. 10 mingdan ruloniga 50 metr bo'lar ekan. Oho. Mana ko'rib olinglar, bu chetga kelib olib ketinglar. Qarindosh urug'laringga bir xil qilib tiktirga, ya'ni. Bu nima material? Nomi nima ekan? Ular nima? Qishki materiallar nech pul? Ha, shtaplim buram. Ha, mana shtapl 30 ming toza. Yushalardan ishlasa bo'lmaydi. Voy, ashuncha ekan, qaranglar, men hammasiga borib ulgurmayman. Qaytishim kerak, nima havo o'sib ketyapti. Va nima ekan bar Al-Harir. Ha. Farg'ona nima blogerman, olib yuribman. Qo'qonni yaxshi ko'rishadi podpischiklarim. Mana, o'z 5 oyda bir marta kelaman-da o'shanga. Qiziqib ko'rishadi. Mana ashuncha material, qarochi 10 mingdan ekan shtapillar. Ketdim men, qarochi. Chiqib ketishim kerak haligi. Parfumeriya tarafga borib, bitta taraq olmoqchi edim o'zimga. Bu ham chiroyli ekan. Nech pul mana shu? 45 ming. Shtaplim bu ham? A? Sumaya. Ha, tamom. Bu shifonlarga o'xshaydi ekan. Ha, yupqa. Ay, tayyorga qilish kerak. Astar kiyish kerak. Mana ashuncha kiyim-kechak bozori nima? Qo'qon bozoridaman. 21-iyun. Yakshanba kuni ertaga dam ekan, dushanba kuni dam oladi ekan. Mana atlaslarni olib qo'yaver. Qancha ekan metrlari?
Metrlar 25. Ha 25 mingdan. Nomi Atlasda. Ama yuvib bo'lmaydi. Yo'q deydi. Yuvsa bo'ladimi? Necha metrdan chiqadi bitta odamga ko'ylak, ayolga? Endi 10 metrdan yengi o'zim bo'yi. 10 metrdan, men bilaman 10 metrdan 250 ming. Qimmat. Arzon qilib beraman. Ha. Bo'pti. 20 mingdan ham qilib berishayotgan. Mana kelaverasizlar aziz podpischiklarim. Qo'qon bozori YouTube kanal. Marg'ilonlar ko'proq tomosha qilishadi. YouTube kanal. Farg'ona O'zbekiston. Mana chiqishim bilan. Ha, blogerman. Ha, isib ketyapman, chiqib ketaver, ya. Ay, bloger. Ha, qatta beray. Bu yalti yutulardimi? Mana bak aldingizmi adresini? Ha? Adreslar aldingizmi? Yo'q, men olmayman. Nima videoga? Ha, metrini aytib yuborasizmi, opajonim? Nima deydi? Ha. 50 mingdan tortib, yo'q 200 mingdan tortib, metr 200 mingdan tortib 50 minggacha bor ekan deydi. Ha. Xo'p, mana nimami? Qishga. Yozga. Yo'q, ana qalanga o'xshayapti-yu. Baxmalga o'xshaydi. Baxmalga o'xshaydi. Bular pombarda. Pombard, ha. Ha, letni isib ketmaydimi? Anaqa kuzga yaxshi. Oktyabrlarga zo'r. Mana 50 mingdan. Ha, mana arzonroq bo'lsa yaxshi-da. Hadavoy bo'ladi. Mana shular kuzga bo'lsa zo'r bo'ladi. 50 mingdan ekan metri. Pombard. Ha, bo'pti aziz o'rtoqlarim, chiqib ketaver. Havola isib ketsa chidolmayman. Ham sham olganman, sham erib ketadi. Ha, shu yerdan keldim o'zi ham. Ana endi chiqish yo'li qayerda ekan? Orqaga. Yana orqaga qaytib boraver, ya. Ana nima edi? Mana bu. Ay. Voy. Xilma-xil, короче. Ana. Podushkalar. Ana, po'sh araba. Atdan ham yo'l bormikin chiqsam? Shu yerdan keldim o'zi. Ana, ketdi aziz o'rtoqlarim. Qo'qon bozorida yuribman. Materiallar ichida. Ana. Voy, 12 daqiqa bo'libdi. Mana tapchkalar. Voy. Bor u tapchka. Nima so'rayapman yana? Ha. Mana parfumeriya u tarafda edi. Parfumeriyalar. Hali tarag'lar. Hozir. Hali ko'pgina parfumeriya bu tarafdamidi? Ha, ha. O'zi shu yerdan keldim ama. Mana. Nima edi? Korzinkalar. Voy. Ha, xozmeka kelibmanman. Mana nima edi? Ana qozoncha. Qozonchalar 80 ha. Bloger. Mana shu qancha aytib yuborasizmi? Bunisi 250 ming. Ha, 250 ming toza. Kukmara. Kukmara nimaga? YouTube kanalimga. 4 kiloligi mana shu edi. Nech pul mana shu? 200 ming. 200 ming. Nimaga tozami bular? Rossiyskiy. Ha, mo'la arzon a? Ha. Bu qancha? 70 ming. Ha, 70 ming. Ana. Bu 6 kilolik. Bu qancha? 8 kilo. 8 litr 10 litr. Ha. Bu 80 mingmi? 100 ming. Ha, 100 ming. Mana Qo'qon bozoridaman. Hozir menga parfumeriya bor edi. Yo'q, anaqa ko'pgina bor edi. U tarafda o'tirish kerak. Ha, bu qancha masalan? 160 ming. Ha, to'g'ri, bizdan 160 ming. Ventilyatorlar Farg'onada. 150 qilib beraman. Ha, 150 ham berishgan. Bo'pti, mana to'g'ridan ketamiz. U bir tarafga o'tardik nimaga? Mana posta bor ekan bu taraflar. Voy, charchadim. Qo'limda yuk borligiga. Men qayerdan keldim? Ana. Mazza. 14 daqiqa bo'libdi. Voy, bitta suv ichib olaymi? Ay. Voy, ko'tarolmayman. Mana shu yerda o'zida ichib olay desam, mayli, chidab turaveraylik. Ay, adashib ketdim men, короче. Bu tarafda svetofor. Kiyim savdo ketdi. Mana mostdan nari tarafga o'tamish kerak, parfumeriya taraf. Ana.
Mana ko'prik. Ay. 11dan o'tyapti soat. Ha. Ana. Kela Qo'qon bozoridaman, dushanba 11 bo'ldi. Voy. To'g'ri ketyapmanmi? Nima qatta edi? 10-avtobus qayerga kelardi? 10-avtobus. Nari tarafga. Birinchidan nimaga o'tib olaymi-ki? Voy, qatta yurib badashib qoldim, короче. Ay. Ana. Avtobus shotga keladi. Voy, parfumeriya bozorchasi bor edi. Ay, qatta yuribman, mana mo'z, короче, bu yer. Ko'prik. Ha, orqaga qaytib boraverchi. Oho, 5 kilo nimani ko'tarib olganman. Ana. Mana yangi bozor 40. O'tmaydi, 10 boradi nimaga? Uchko'prik avtovokzaliga. Ay, Farg'onaga ketadigan joy. Ay, muzika bo'lmasi kerak. Gapirib ketyapti, muzika eshitilmasi kerak menga. Mana narxlar 70 ming ko'ylaklar, masalan, rasprodaja. 60 ming mana futbolkalar. G'alat materiallar, g'alat ekan. Sintetikami shunaqa. Voy, hoblar qimmat bo'ladi-da. Mana shu yerdan keldimmi? Hali xotinim baqiryapti. Ash xotinga olib qo'yay degan, sovun sotadigan xotinda. Mana shu yerga keldim, mana. Shu yerda pichoq o'tib keldim, to'ppa-to'g'ri kelibman. Mana somsalarni olib qo'yay. Ha, videoga olib qo'yay. Qanchadan? 2 mingdan ko'rsatak. Ha, 8 mingdan ekan go'shtliga. Go'shtlikmi? Ha, ketdi. Mana Qo'qon bozoridan chiqdim, nima? Material bozoridan chiqdim. Endi parfumeriya ro'paramizda parfumeriya bor. Ashuni olaman. Yashilmi? Ha, olg'a. Bizaniki yashil. Ha, odamlar qaranglar. Bugun yakshanbada o'shaning uchun gap jum. Ertaga dam ekan dushanba kuni. Dam bo'lar ekan, ishlamas ekan. Kombinat ham ishlamaydi. Qo'qon bozori ham ishlamas ekan. Mana. Kishi beshariq, tamojni kishi. Ana. Ana hozir mashina qishda keldim, to'g'ri ketsa, parfumeriya bor. Kelinglar, salbetga olinglar. Mana. Bo'pti, yana olaman, aziz o'rtoqlarim, ko'rishguncha.